Assalomu alaykum, O'zbulok YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga juda ham bir yaxshi proyektni olib kelib ko'rsatamiz. Ya'ni yeringiz bor, 6 sotikmi, 3 sotikmi, 4 sotikmi yoki domingiz bor, kvartirangiz bor. Uni dizayn qilish kerak, remont qilish kerak, ustalar ishlatish kerak, uni ustida turish kerak. Yo'q. Bitta firmani topib qo'ydim. Bu firma mana shu sizga aytib o'tgan, ya'ni dizayner muammosi, ustalarni olib kelib ishlatish, patkulish holatigacha xonadonlarni topshirib bera oladigan firma bilan, hozir mana shu firma rahbarlari bilan, dizayneri bilan gaplashib turibmiz va mana shu dizayn kompaniyani telefon nomerlari bo'ladi. Qo'ng'iroq qilasiz, bog'lanasiz va sizga mana shunaqangi go'zal holatdagi xonadondagi uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi hovlilarni qurg'izishingiz, remont qildirishingiz yoki dizaynni chizdirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar bilan mana meni ismim Quvonchbek, siz Alisher mana. Alisher aka, savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mana shu obyektingizga keldik, Mirzolboy tumani ekan. Bu obyekt, bu o'zi qanaqa bo'lgan? Sizga uy egalari qaysi holatda topshirishgan? Xo'p, bu uyimiz korobka holatida bo'lgan, ya'ni bizdan uy egasidan oldingi egasi buni qurib ko'tarib qo'ygan, lekin oxirgi yetkiza olmagan. Biz yana qo'shimcha 6 sotiq joy sotib oldik uy egalari bilan kelishib. Hop, va mana shunaqa yoniga kompozitsiya qurganmiz. Bu kompozitsiyamiz spa zona. Bu yerda yozgi basseynimiz bor, alohida yozgi oshxonasi bor. Bundan tashqari mana bu yerda alohida mehmonlar uchun alohida zal ham qurganmiz, ya'ni uy egasini talablaridan kelib chiqib. Demak, sizlarga uy egalasi mana shu uyni topshirishgan, sizlar buni dizaynini ko'rsatgansizlar. Mana shu obyektlarni qo'shgan holatda. Uy egasi rozi bo'lgan. Mana shunaqangi qilib beringlar degan va sizlar ishni boshlagansizlar. Uyni mana shu nol holatidan olgansizlar hisob. Hamma obyektlarni, rangini, qayerda qanaqa suv yo'llari chiqadi, elektrичество qayerda joylashgan, qayerda landshaft bo'ladi, qayerda basseyn bo'ladi, qayerga oynasi qaragan, tomi qanaqa bo'ladi, hammasini sizlar avval chizgansizlar, dizayn, texnik holatini chizgansizlar va shuni ustalar orqali amalga oshiryapsizlar. To'g'rimi? Demak, bu obyektni olgansizlar va o'rtada mana bu joy bo'lmagan deyishyapti. Ha, o'rtadagi mana bu terrasaga o'tadigan mostimiz bo'lmagan, terrasani o'zi ham bo'lmagan. Terrasi ham bo'lmagan. Ha, terrasani o'zi ham bo'lmagan. Hop, klientimiz uy egalari bilan maslahatlashib, mana shu navis tepasi tom bo'lgan, shuni ochib terrasa holatiga keltirganmiz va atrofdan qo'ni-qo'shnidan o'raganmiz. Juda ham privatniy, bahavo, yaxshi joy bo'ldi bu ham. Demak, mana bu obyektlar hammasi mana shu firma tomonidan qurilgan. Buni loyiha mukammal o'ylangan. Bu yerda aytishyaptiki, monolit qilingan, bular beton tashlangan, tepasi yuqori qismi. To'g'ri. Ha. Bular ham yasalgan. Undan tashqari o'sha tom qismi bu yerda mansarda o'rnida ishtirok etadi. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu tarafiga dam olish zonasiga to'xtaladigan bo'lsak, uy egalari bu yerda chet elda ko'rgan bir sizlarga ideyasini aytgan, to'g'rimi? Ha, mijozimizda Italiyaga, Sitsiliyaga dam olgani borganlarda imенно mana shu hozir ko'rayotgan arkali kompozitsiyamiz juda yoqqan ularga. Bizga ham bu fikrlar juda ham yoqdi va shuni Toshkentda, O'zbekistonda amalga oshirishga harakat qildik. Bu fasadlarimizni hammasi o'sha Eronning oq toshidan, Mardash nomli tosh turidan qilingan, travertinni, ya'ni eng oq, eng oldi sorti hisoblanadi. Bu tabiiy tosh. Tabiiy tosh. Bu sintetik tosh emas, tabiiy. Va undan tashqari boya rangi haqida ham gaplashganimizda aytishdiki, juda ham oq bo'lib ketdi. Buni yana hali ishlari bor. Ko'zni qamashtirishi mumkin dedingiz. Nimalar bo'ladi atrofida landshaftni? Hop, ko'zni qamashtirish masalasida bizda bitta yechim keldi. Landshaftimizni baland ko'p soyali daraxtlardan foydalanmoqchimiz. Demak, bu yerda ko'p soyali daraxtlar bo'ladi. Soya berib turadi. Ha, bizga soya juda ko'p kerak bo'lar ekan. Ya'ni mana hozir ko'rib turibsiz, quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushib turgan paytda o'zida odam ko'zini qamashtiradi. Bu narsani biz kamaytirish maqsadimiz bor. Buni yechimiga egasizlar. Aha, albatta. Tushunarli. Bu mana bu tarafdan mashina kirib kelar ekan, naveslar qilingan, xolasa bu tarafdan kirib kelar. Bular hammasi chizilgan. Va undan tashqari mana shu chizma jarayonida yomg'ir suvlari, qor suvlari qayerga chiqib ketishligi kerak, bular ham chizilgan. Qayerda qanaqangi sim bo'lish kerak, qayerda chiroq yonish kerak, bularni hammasini chizgansizlar. Hammasi bu yerda taxminiy qilingan hech qanaqa ish yo'q. Hatto mana bu zinalarimiz ham
juda ham o'ylangan, mukammal o'ylangan ekan. Mana shu zina to'g'risida hozir gaplashadigan bo'lsak, bu zinamiz ko'ryapsizlar, odatiy zinalarimizning standarti eni 30 sm, ya'ni bir oyoq qadami razmerida bo'ladi. Ha, bunaqasiga olib qaraydigan bo'lsak, 30 sm. 30 sm. Mana bu joyi ham nima bo'ladi? Tosh bo'ladi, bu sirpamaydi. O'sha anaqa kafil bo'ladi. Kafil sirpamaydigan. Sirpamaydigan, yomg'ir qorda, misol uchun anaqa qilmaydigan. Buni nimaga biz bunaqa keng qilganmiz? Yosh katta odamlar ham, yosh bolalar ham bemalol zinadan chiqib tushsin. Yiqilmaydi. Ha, ya'ni zina borligini his qilmasin. Har 2 qadamda bitta pog'ona ko'tarilgan hisobiga zina borligini deyarli his qilmaydi. Aytib o'tilganidek, uyni 100% podключ olinadi, ya'ni dizaynni ham o'zlari qiladi va 100% bitkazilgan holatida ham topshiradi. Aynan mana shu obyektimiz o'zida mansarda qismida turibmiz. Boya biz turgan joy past taraf edi. Mana shu dam olish zonasida turgan edik. Bu boya aytib o'tganimizdek, asosiy binoyimizni mana bu mansarda qismiga bog'lanadigan joyda turibmiz. Ko'rib turganimiz hozir bu havorang bo'lib turgan narsa bu nima ichida? Gidroizolyatsiyami? Ha, suvga qarshi vlogostoyka gidroizolyatsiya hisoblanadi. Ya'ni yomg'ir suvlari, qor suvlari Albatta. Nima deydi? Bu inshootga zarar keltirmasligi uchun qilib qo'yilgan. Juda ham to'g'ri gapiryapsiz. Aytasiz hozir bizda shu yozgi terrasamiz ochiq bo'lganligi sababli yomg'ir, qor suvlardan bexavotir bo'lishlik maqsadimiz bor. Shu sababdan ham hozir xuddi basseynni izolyatsiya qilgandek hamma yog'ini gidroizolyatsiya qilib. Buni suv bilan to'ldirgan taqdirda ham suv pastga tushib ketmaydi. Yo'q, xudo xohlasa. Va undan tashqari yomg'ir suvlari maxsus drenaj orqali, mana bu joylar maxsus kafil qilinadi, drenaj orqali kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Va undan tashqari mana shu dizayn chizilib bu yerda aytib o'tganimdek, uy reklamasi ketmayapti do'stlar. Bu yerda mana shu professional komandani mehnati haqida ketyapti. Mana shu professional komandani yollashingiz mumkin. Bu yerda hamma narsa продуманный qilingan. Bu mana shu mansardani hovlichasi ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, odam bo'yiga yetar qilib baland qilib qo'yilgan va bu taraf yana to'silgan ham bo'ladi. Ya'ni qo'shni sizni uyingizni ko'rmaydi, siz qo'shni uyini ko'rmaysiz. Bu tarafimiz esa ochiq bo'ladi va xavfsizlik jihatidan bu yerda qanaqa bo'lardi? Oynadan perilla bo'lardi. Oynadan reshotkalar bo'ladi deylik. Oynadan reshotkalarimiz bo'ladi. Mana shunaqangi kolonnalar qilingan. Bu Eronning toshi deyapsiz. Ishlash sal nozikroq ekan. Juda ham to'g'ri. Eronning toshi o'zi aslida juda ham yumshoq tosh hisoblanadi. Ya'ni ta'sirchanligi juda yuqori, ham yumshoq. Hop, ustalarimiz juda ham ko'p mehnat qilishdi. Ayni mana shu qo'shaloq kolonnamizni, egizak kolonna desa ham bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, kapitalda agar tugallanish va boshlanish qismlaridagi kapitellarimizni alohida qilganimizda bir-biriga sig'masdi. Buni aynan mana shunaqa qilib avval shaklida qilib chiqish ham bu o'sha joyida kelgan o'zimizning ideyamizdan bittasi. Buni shu holatga keltirish uchun geometriyani to'g'ri tushunish kerak, to'g'rimi? Geometriyasini joy-joyiga keltirib olish kerak. Va bundan tashqari devorda ham shu toshdan ishlatilgan shekilli. Butun fasadimizni xudo xohlasa aynan shu toshdan ketyapti. Endi mana misol uchun 3 sotik yoki 5 sotik yer oldingiz, yer olindida shunaqa savol paydo bo'lsa, mana shu bitta binoni o'zini qurishiga korobka holatida qanchaga ketadi? Nech puldan qilib bera olasiz? Korobka holatini o'zi aslida $120 dan material rasxodini hisoblashingiz mumkin va shuni yarmi mustahaqqiga ketadi. Demak, materiali $120 dan o'rtacha shunaqa tushadi, teng yarim mustahaqqiga ketadi. Bu o'rtacha emas, даже juda ham yaxshi sifatli material. Yaxshi sifatli materialdan. Tushunarli, yaxshi. Demak, usta haqqi bilan 180lar bo'lyaptimi? Shunaqa. $180 atrofida yeringiz bo'ladigan bo'lsa, 2 qavat deysizmi, 3 qavat deysiz, buni endi hisobini olib, sizga mana shu komanda sizga baholab beradi. Bularga bog'lanasiz va uyingizni qurdirmaydigan bo'lsangiz ham dizaynni siz berishlari mumkin. Albatta. Uyni qurdirmay, boshqa ustalarga qurdiraman deydigan bo'lsangiz, dizaynni ham sizni berishlari mumkin va bu dizayn chizib berilgan mahsulotlar hammasini O'zbekistondan topa olasiz. To'g'ri. O'zbekistonda topiladigan mahsulotlarni mana shu sizni uyingizni dizayniga moslab qilib berishadi. Albatta. Demak, endi xonadonga ham tashrif buyuramiz. Bu hozir mansarda qismidan hozir xonadonga tashrif buyuramiz. Ikkinchi qavatga kiryapmiz. Demak, ikkinchi qavatda bu aslida mana bu zinalar orqali mana shu xonadonga kirishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham baland olingan ekan.
Bu necha metr balandligi bu yerda? Balandligimiz 4 metrli xonadonimiz bu. 4 metr. Patolog qismi 4 metr. Patolog qismida 4 metr. Endi bu yerda shu patologlar ishlanganning hisobiga va xonaga toza havo olib kirish maqsadida tashlangan gofralarimizni hisobiga bu hozir 360 balandlikka tushirilgan. Demak, havoni yaxshi aylanib turishlik uchun tuyniklar, maxsus tuyniklar qoldirilgan. Bu katta joy. Bu sizlar tasavvur qilishinglar kerak, bu juda ham katta. Agar buni ikki xonali domni tasavvur qiladigan bo'lsangiz, ikkita ikki xonali domni mana shu koridorning o'ziga kirgizib qo'yishgan. Bu xonani havo bilan ta'minlashlik uchun mana shu yuqori patologning orasida tuyniklar bor, maxsus tuyniklar bor, texnik tuyniklar. Bu havo bilan ta'minlab turadi. Bu yerda qilingan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, to'pli pol qilingan, styashkalar qilingan va maxsus kafellar to'shalgan ekan, maxsus. Ha, juda ham chiroyli qilib qilishlikka harakat qilganmiz. Bu yerda yana sizga ko'rsatilgan qiziq narsalarimizdan bittasi mana shu invisible eshik deyiladi, ya'ni diskretli. Ko'rinmas eshik. Ko'rinmas eshik deyishimiz ham mumkin. Mana hozir mebelchilarimiz ishlashyapti. Biz mebelchilarni ham hammasini o'zimizga kontrol qilamiz, saqlavda. Bu uyni podключ olgansizlar, mebellarigacha qilasizlar. Bu renderda hozir ko'rsatib o'tgan uyingiz qanday bo'lsa, mana shu holatga keltirib olish darajasida ekan. Men 500 dan oshiq uy qo'ydimmi, 700 dan oshiq uy qo'ydimmi, hali mana bunaqangi diskretli eshik qilingan xonadon ko'rmadim. O'zbekistonda hali unaqasini ko'rmadim. Buni sizlar dizaynga kirgizgansizlar, uy egasi tasdiqlagan. Tashqi tarafi boshqacha, ichki tarafi boshqacha. Hozirgi hol tarafi koridor qismi boshqacha edi. Bunda neoplastik elementlari bilan mana bunaqa chagalar. Ha, devorli elementi bular aslida. Devor elementi, yopgan paytimizda ko'ryapsizmi? Xonani dizayni bu o'zi. Umuman koridordan uzilmaysiz. Ya'ni bu xona agar sizning yotoqxonangiz bo'lsa, siz tashqi buyoqdan uzilasiz. Umuman o'zingizni xotirjam his qilib, yana dam olib, keyingi kunga tayyorgarlik bo'lishingiz. Bundan tashqari bu eshiklarni shumoizolyatsiyasi ham yaxshi. Shumoizolyatsiyasi ham yaxshi. Shumoizolyatsiya va yuk ko'tarish xususiyati ham juda ham baland hisoblanadi. Mana bu eshigimizda hozir sanuzilli eshigi hisoblansa, mana sanuzilli xonaning ichida bor kafeldan eshigi ham bo'lganmizda. Endi mana yopilishini qarang. Aka bitta barmoq jimjiloqda bemalol yopib qo'yasiz. Ha, yengil yopiladi. Ha, yuk ko'tarish xususiyati juda ham yaxshi. Keyin top beti yopilmasaga, ichi plotniy. Juda ham plotniy. Buni hisobi mana bu karkaslarimiz alyumin karkas bo'lganligi uchun. Bu temir ekan, do'stlar, bu alyumin, temir. Mana bu atrofi bo'lganligi uchun bizda bemalol bir tonagacha yuk ko'taradigan. Buni endi uy egalari shunaqa tanlashdi. Agar boshqacha narsa tanlashganda boshqa uslubini ham qilib berasizlar, to'g'rimi? Bu ana shu xonaga mos. Demak, dizayner bilan ishlashni qanaqangi plus taraflari bor? Sizlarga tushuntirib o'tay. Mana shu oynangizning ko'rinishi, oynani ustidagi pardalar joylashgan maydoni, pardalar elektron yurishi mumkin. Bulargacha hisob olinadi. Konditsioner o'rnatiladigan joylar. Agar konditsioner xohlamaydigan bo'lsak, patolochniy chillerning sistemalari ham o'rnatib berishlari mumkin. Undan tashqari, mana bu rozetkalar qayerda va qancha bo'lishi kerak. Bular haqida ham dizayner chizib, qaysi qanaqa joyda joylashadi va undan tashqari yotoq mebelingiz qaysi tarafga qaraydi va qanaqangi joylashadi. Bularning hammasini mana shu dizayner bilan ishlaganingizda joy-joyga keltirib berishadi. Va undan tashqari mana bu shkaflarni ham tayyor shkaf sotib olmaysiz. Bu yerda mana shu xonaga mos keladigan shkaf nechta eshikli bo'ladi, nechta tortma bo'lishi kerak, balandligi qanaqa bo'lishi kerak, bularning hammasini hisobini olib, o'zlari shu ishni oxirigacha yetkazib berishadi. Yana bitta qo'shimcham bor. Xo'p, bizda agar loyiha chizdiriladigan bo'lsa, bizda loyiha qanaqa ravishda berilishini yana bitta qisqa tushuntirib ketmoqchiman. Sizning xonadoningizga nechta rozetka ketadi, nechta включатель ketadi. Включатель bitta klavishli, ikkita klavishli, uchta klavishli alohida smetasi chiqadi. Necha pagolometr tyaga ishlatilinadi. Misol uchun nechta galogen olasiz. Polizga qancha laminat ketadi. Plintus pagolometri necha bo'ladi? Ya'ni butun uyga smeta tarzida biz tayyorlab beramiz. Demak, siz adashib qolmaysiz. Bozorga borib nima olishim kerak degan narsa bo'lmaydi. Smeta bo'yicha ro'yxat bo'ladi qo'lingizda chizdiradigan bo'lsangiz, mana shu ro'yxat orqali bozordan anjomlarni ko'rsatilgan narsalarni sotib olasiz va aynan shu uyingizga mos bo'ladi. Ortib ham qolmaydi, kamayib ham qolmaydi, xudo xolasa. Ustalar to'g'ri ishlatishisi bo'lgani.
dizayner bilan ishlashning yutuqlari juda ham ko'p ekan. Do'stlar, agar kvartira bo'ladigan bo'lsa, mana novostroyka hozir novostroyka juda ham ko'payib ketdi. Kvartira oladigan bo'lsa, qanaqa bo'lardi? Patkiluch holatida qilib berasizlar ularga dizayner bilan. Misol uchun 50 kvadratli kvartira oldi, 2 xonali qilishi kerak. Uni qanaqa bo'ladi? Korobka holatida topshirgan quruvchilar. Korobka holatida topshirilgan bo'lsa, bizlar avvalambor baribir loyihaga borib taqaladi ishimiz. Ishimiz baribir birinchi bo'lib loyihaga borib taqaladi. Bizning xonalarning joylashuvi va xonalarning ichida mebelni qanaqa joylashuvi to'g'risida suhbat o'tkazishimiz kerak va bitta qarorga kelib to'xtam qilib olishimiz kerak. Bu to'xtam bo'yicha endi bizda qaysidir devor demontaj bo'ladi, ya'ni buziladi. Qayerga biz devor qo'shamiz, sразу bizda smetasi kelib chiqadi ekan. Bu smeta kelib chiqqandan keyin shu asosida dizayn qilamiz ekan. Bu dizayndagi o'sha hozirgi aytganimdek qayerda rozetka bo'ladi, qayerda plyushanta, qanaqa qilib xonamizni isitamiz, qanaqa sovutamiz. Shular to'g'risida mukammal tasavvur paydo bo'ladi va shu asosida bizda hattoki uy egasi necha pul rasxod qilishga tayyor bo'lishi kerakligi to'g'risida ham ma'lumot kelib chiqadi. Misol uchun bizlar odatda sразу pulini olmaymiz. Qanaqa? Misol uchun etaplari bor. Misol uchun qora etaplarida, misol santexnika, elektrikani qora etaplarida faqat shuni o'zi uchun pul topib beradigan bo'lsa, keyin keyingi etapga o'tguncha klient yana haligi nima deydi, moliyaviy jihatdan tayyorlanib olishi uchun ham fursatlari bo'ladi. Demak, bu narsani tushundim. Sizlar juda ham professional tarzda tushuntirdingiz. Endi qo'pol qilib o'zbekcha aytadigan bo'lsa, 50 kvadrat metrlik xonadonimiz. Kvadratiga qanchadan tayyor bo'lishimiz kerak? Chiroyli remont bo'lishligi uchun, kirib yashashimiz uchun. O'rtacha eng pastdan yaxshiroq ko'rsatkichga chiqmoqchi bo'lsak, 250 kvadratdan ham pol metr. Demak, mana polilardan o'zi 50 kvadrat deyapman, 250 ga ko'paytiramiz qo'yamizda. Shunaqami? Xuddi shunaqa. 50 kvadratni 250 ga ko'paytirsak qancha bo'lyapti? Tak. 12500 mi? Shunaqa. Xullas 12,5 ming dollarga uylarni dizaynerskiy remont qildirsanglar bo'lar ekan. Yana bu tsiganskiy remont bo'lmaydi, do'stlar. Tsiganskiy remont bo'lmaydi. Hali sizlarga obrazetslar ko'rsatamiz, hali yana bir qancha videoroliklar chiqaramiz. Chunki bu kompaniya juda ham ko'p xonadonlarni patkiluch holatida ta'mirlab, uy egalariga topshirishgan va aynan mana shunaqangi xonadonlarimizni va hozir ta'mir qilinayotgan xonadonlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Demak, kvadrat metrini 250 dollardan hisoblab, bemalol patkiluch holatida xonadoningizni qabul qilib olsangiz bo'ladi. Bugunchalik videorolikimiz yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan Uzblog YouTube kanali bo'ldi. Ekranda telefon nomerlari qoldiraman. Marhamat, qo'ng'iroq qilib menejerlar bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling.